Tasavvur qiling, siz o'qituvchisiz. Kechqurun insholarni tekshiryapsiz. Ajoyib yozilgan insho sizning e'tiboringizni tortadi. Juda ham zo'r, lekin shubhali. O'quvchi uni yozishda sun'iy intellektdan foydalangan bo'lishi mumkin. Bu holat o'quvchilar orasida keng tarqamoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi dunyoni, shu jumladan ta'limni ham jadal o'zgartirmoqda. O'qituvchilarning qiziqishi va xavotiri ham tushunarli. Sun'iy intellekt ularning ishini osonlashtirishi mumkin yoki butunlay almashtirishi mumkin. Yaxshi xabar shundaki, sun'iy intellekt o'qituvchining o'rnini egallaydigan emas, aksincha unga ko'p jihatlarda yordam beradigan kuchli vositadir. Uni doim yordamga tayyor raqamli yordamchi deb o'ylang. Sun'iy intellekt o'qituvchining dushmani emas, aksincha juda kuchli ittifoqchisidir. Sun'iy intellekt vazifalarni avtomatlashtirishi, o'qishni shaxsiylashtirishi va o'qituvchilarga o'quvchilarning ishlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni berishi mumkin. Bu o'qituvchilarga eng yaxshi, ya'ni samarali ishlaydigan jihatlarga e'tibor berishga imkon beradi. Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, rivojlangan mamlakatlarda o'qituvchilarning katta qismi sun'iy intellekt vositalaridan keng foydalanmoqda. Masalan, yaqinda o'tkazilgan so'rov natijasiga ko'ra, o'qituvchilarning 60% sun'iy intellekt o'quvchilar uchun o'qish tajribasini shaxsiylashtirishi mumkinligiga ishonishadi. Bu raqamlar ta'limda sun'iy intellektning tobora ommalashib borayotganligini va qabul qilinayotganligini isbotlaydi. Hozirgi kunda o'qituvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan juda ko'p sun'iy intellekt vositalari mavjud. Bu vositalar turli xil vazifalarni bajarishda yordam berishlari mumkin. O'qituvchilarning hayotini osonlashtiradi va ishni ancha samarali qiladi. Mana bir necha misollar. DeepFit har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashtirilgan topshiriqlar yaratishda yordam beradigan vosita. Tasavvur qiling, siz har bir o'quvchiga ularning o'quv darajasiga mos keladigan mashqlarni osongina bera olasiz. Keyingisi EduAID yana bir ajoyib platforma. U dars rejalashtirishda yordam beradi va mashg'ulotlar, resurslar, hatto baholash usullari bo'yicha takliflar beradi. Bu siz bilan har doim fikr almashishga tayyor hamkasb o'qituvchiga o'xshaydi. Yana bir platforma Magic School. Bu ko'p tanlovli va qisqa javobli savollarni baholashni avtomatlashtiradigan vosita. Bu o'qituvchining qimmatli vaqtini tejaydi. Hatto o'quvchilarning yozma ishlari bo'yicha ham fikr mulohazalar berishi mumkin. Canva'ni ham unutmaylik. Ushbu mashhur dizayn platformasi endilikda o'qituvchilarga qiziqarli taqdimotlar va boshqa vizual materiallar tayyorlashda yordam berishga sun'iy intellekt funksiyalariga ega. Faqat oddiy matn so'rov yordamida ajoyib grafikalar va maketlar yaratishni tasavvur qiling. Bu albatta o'qituvchilar uchun mavjud bo'lgan ko'plab sun'iy intellekt vositalarining yig'indisidir. Har bir vosita o'ziga xos xususiyatlar va afzalliklarni taklif etadi. Bu o'qituvchilarga o'zlarining sun'iy intellekt vositalarini o'zlariga xos ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Keling, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanadigan o'qituvchining odatiy kunini tasavvur qilaylik. Avvalo ular EduAID yordamida dars rejasini tezda tuzadi. Turli o'quv darajalari uchun turli xil mashg'ulotlar bilan to'ldiradilar. Dars davomida ular Canva'dan foydalanib, o'quvchilarga darsni yaxshi tushunishlariga yordam beradigan vizuallar bilan qiziqarli taqdimotlar yaratadilar. Magic School yordamida o'quvchilarning o'zlashtirishlarini onlayn baholaydilar. Bu darhol o'quvchilarning o'zlashtirishlarini baholash va kamchiliklarni bartaraf etishlari uchun fikr mulohazalar berishga imkon beradi. O'qituvchini soatlab qo'lda tekshirishdan qutqaradi. Sun'iy intellekt o'qituvchilar uchun ajoyib imkoniyatlar yaratishi bilan bir qatorda o'quvchilar tomonidan noto'g'ri foydalanish mumkinligini ehtimolni ham e'tiborga olish kerak. Sun'iy intellekt vositalari rivojlanib borar ekan, u tomonidan yaratilgan kontentlardan o'quvchilar o'z ishlari sifatida foydalanishning turli xil usullarini ham o'ylab topishmoqda. Buning oldini olish uchun sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentni aniqlash uchun maxsus vositalardan foydalanish mumkin. Bular o'quvchilarning ishlarini plagiatga tekshirish imkonini beradi. Lekin o'quvchilarni sun'iy intellekt vositalaridan to'g'ri maqsadda foydalanishlarini o'rgatadigan bo'lsak, bunga hojat qolmaydi. O'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda barcha ishni sun'iy intellekt vositalari zimmasiga yuklab bo'lmaydi. Masalan, shaxsiy mulohazalar yuritishni talab qiladigan topshiriqlarni bajarishda an'anaviy daftarlarda yozishlarni ham rag'batlantirish kerak. Shuning uchun zamonaviy texnologiyalarni an'anaviy o'qitish usullari bilan birlashtirib, eng samarali o'quv muhitini yaratishlari mumkin. Aslida zamonaviy ta'limning eng asosiy maqsadi ham shu. Ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, biz faqat xursand bo'lamiz. Sizdan esa kanalimizga yozilishni, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasligini so'rab qolamiz. Ushbu videodagi barcha ssilkalar video tagidan topasiz. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling.